Bitta zo'r hikoya bor. Xullas, homilador ayol eridan so'radi: "O'g'il kutyapsizmi yoki qiz?" Eri javob beradi: "Agar u o'g'il bo'lsa, men unga matematikani o'rgataman. Biz birga mashqlar qilamiz. Unga baliq tutishni ham o'rgataman." Jilmayib turgan ayoli shu vaqt so'radi: "Agar qiz bo'lsa-chi?" Eri bir kuldi-yu davom etdi: "Agar u qiz bo'lsa, men unga hech narsani o'rgatishim shart emas. Uni o'zi menga hamma narsani o'rgatadi. Qanday kiyinish, qanday ovqatlanish, nima deyish. Tez orada u men uchun ikkinchi onaga o'xshab qoladi. Meni o'zining qahramoni sifatida ko'radi va hattoki bo'lajak turmush o'rtog'ini ham men bilan taqqoslashni boshlaydi. U necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar unga doim malikadek muomala qilishimni xohlaydi. Men uchun dunyolarga qarshi kurashadi. Agarda kimdir meni xafa qilsa, uni hech qachon kechirmaydi." Keyin ayoli qiziqib yana so'radi: "Agar qiz bo'lsa, bularni barchasini qilarkan, lekin o'g'il bo'lsa-chi, nima qilmaydimi?" Er aytadi: "Yo'q, o'g'limni ham qo'lidan keladi, lekin u bularni barchasini o'rganishi kerak. Ammo qizlar tabiatan mana shunday tug'iladi." Demak, qiz farzandning otasi bo'lish bu ota uchun dunyodagi eng katta sovg'adir.